Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Xohlasa sizlarga yangilik. Mendan so'rab olishar ko'pincha suv haydaydigan, suv idishda turib ishlaydigan nasoslarni to'xtasini so'rashganda 380 ga ishlaydigan suv nasos 150 talik turbada suv haydab beradi. Bunisi 200 talik turbada haydab beradi. Polvon firmasiga polvonda omburlarni ham berishdi. Mana shu nimada ochamiz. Bu taraftan mı? O tarafta? Evet. 200 talik edi bizda buni. Ichi dokumenti, garantiya talonlari ham chiqargan. Hamma viloyatda bor ekan mana. Qarshi, Surxondaryo, Guliston, Qo'qon, Farg'ona. Xohlasa isbotlar chiqadi. Bu ham 380 ga ishlaydi. Aytgancha buni aytib o'taylik. Narx qancha? 5 million? $500. $500 bunisi. Bunisi qancha? $320. 320 dollar. 150 taliga 320 dollar. 200 talik turbada suv haydaydigani 500 dollar. Kelishgan joyi bormi? Bor. Kelishtirib arzon qilib berishadi. Pastga telefon nomerlari yozib qo'ying. Telefon orasidan savdo